Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana tomorqamizdagi ozginagina qulpinoyimiz bor. Bu Albion sorti. Uyga ham ozgina ekib qo'yganmiz. Bu tomchilab sug'orish, dalada ham ochiq maydonda bor. Ko'pchilik so'rayapti, shu ochiqdagi qulpinoylarga nima oziqa berasiz deb. Bizda asosan mana shunaqa Green Amino degan oziqamiz bor. Faqat mana shundan ishlataman. To'g'risini aytaman, mana reklama emas. Buning ichida hamma narsasi bor, qancha berish kerak, bargidan, ildizidan hammasi yozib qo'yilgan. Selitra, karbamid soladi ko'pchilik. Men lekin unaqa narsalar solmayman. Shu bahorda ishlov boshlangandan pishgunicha mana shundan beraman. 3 kun, 7 kunda ustidan, ildizidan berib. Lekin mana bu Tbilisidagilarga boshqa qo'shimchalari ham bor, lekin bundan ham beramiz. Bundan ham ildiz orqali sug'oramiz. Bu ochiq maydonda qulpinoylarimizga mana barglari, gullari katta-katta. Faqat o'sha Green Aminodan beramiz. Bu reklama xoti demanglar, bu hech qanaqa reklama emas. Prosta tavsiya qilaman. Yaxshi narsa, hamma ozuqasi ichida bor. Alohida sepish shart emas.